على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, Alloh taolo hammanglarning qadamlariga ajr bersin. Bugungi suhbatimizda ijobiylik haqida so'zlayotgan bo'lgan. Bu ijobiylik degan to'g'ri qarashda bo'lish, har narsaninki go'zal, yaxshi tarafiga qarash deganlik bo'lgan endi. Buningda to'g'ri qarashda bo'lishda birinchi Alloh taologa qarata to'g'ri qarashda bo'lish, uniki insonlarga qarata to'g'ri qarashda bo'lish, uniki atrofimizdagi shaylarga qarata to'g'ri qarashda bo'lish. Alloh taologa qarata to'g'ri qarashda bo'lish haqida hadis qudsiyda Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shundoq degan. Endi hadis qudsiy desak, hadis qudsiy degan Qur'on Karimga o'xshash umma shu vahiy, Alloh taoloning kelgan vahiy, biroq g'ayri matlu. Uni ular o'qib ibodat qilib olmayotgan, Qur'onga o'xshash tilovat qilib olmayotgan, ammo shu lafzimi Alloh taoloning kelgan, ma'nosi Alloh taoloning kelgan. Ammo hadis ma'nosi Alloh taoloning kelgan, lafzini payg'ambar vasallam o'zi degan. Qur'on Karim endi lafzimi Alloh taolodan, ma'nosi Alloh taolodan tilovat qilinadigan, ibodat qilg'ili bo'lgan. Endi farqi shu ekan. Endi shu hadis qudusiyda Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga deyildi: "Ana inda zanna abdi bi va ana ma'ahu hina zakarani" deydi. "İza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi va iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrun minhum va iza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa iza ata ilayya mashiyan yani mashiyan ve ataytu ilayhi ataytuhu harvalatan" deydi. Bu hadisning ma'nosi benda men qanday qarashda bo'lsa, shunday muomala qilaman. Benda meni yod etgan chog'da men ashuni bilan birga bo'laman. Endi Alloh taolaning bandasi bilan birga bo'lish degani ma'ya xassa ve ma'ya amma deb ulamolar ikkiga ayirdi. Endi Alloh taolaning bütün kafir, fasik, musulmon, mu'min har qanday bandasininki qishdi bulutqanligi, hamma yerda hammasini qishdi bulutqanligi bu umumiy Allohninki umumiy birga bulutqanligi. Endi ma'ya xassa degani mu'min, yaxshi solih bandlarning qishdi bo'ldi degani yordam qilishga, uni qo'g'dashga, uni himoya qilishga, madad berishga endi bo'ldi degan ekanda. Bendamniki meni zikr qilgan chog'da hamisha qanday chog' zikr qilsa uni yerda bo'laman. U meni o'zining ko'nglida o'zi yolg'iz zikr qilsa, men uni yolg'iz, ya'ni meni yod etsa, men uni yod etaman. Ya'ni Alloh taolani yod etsa banda, Alloh taolami bu shu bandani yod etadi. Endi agar u bir kishilarning orasida, bir to'pning, bir jamoatning orasida, kishilarning orasida meni yod etsa yoki Qur'on tilovat qilib, so'zim Qur'on Karimni o'qisa yoki menga duo qilsa yoki o'sha mening islom dini to'g'risida yaxshi gaplarni qilsa, ya'ni shu chaqda meni shunday yod etsa, kishilar bilan birga yod etsa, ulardan yaxshiroq bo'lgan farishtalarning yanida men uni yod etaman deydi. Alloh taolo farishtalarning yanida bir bandasini yod etsa, Alloh taolo uningga buyurgan bo'lsa, men yaxshi ko'raman bandani, ko'ngil bilyapman, sizlarni yaxshi ko'raman deb bir hadis bor, ya'ni bir hadis qudusiyda men bandamni qanday bir bandamni yaxshi ko'rsam, men farishtalarga deyman, farishtalar yer yuzidagilarga deydi, yaxshi ko'ranglar deb shuni qalbiga soladi, shunday. Shu masalan endi kishilarning sevgisiga erishish, hammadan kishilarning sevgisiga erishish kursinaman, lekin biz u noditas. Bir odamni rozi qilsam, bir odam norozi bo'ldi. Hamma odamni rozi qilman degan odam ahmoqan, rozi qilib bo'lmaydi. Eng yaxshisi Alloh taolani rozi qilsam, ya'ni Alloh taolo bizni rozi bo'lsa, Alloh bizni mamnun bo'lsa, Alloh o'zi kishilarning qalbiga shu muhabbatni solgan. Ya'ni men suyulgan bir odam bo'lay desam, Alloh taolani so'ysam, Allohga bog'lansam, ishning beshi Allohning quldi bo'lgandan keyin bu muhabbat hammasi Allohning quldi bo'lgandan keyin Alloh taolo uni shunday biritganda, undan keyin banda menga bir g'arij yaqinlashsa, men unga bir g'arij yaqinlashsa, bir g'ulach yaqinlashaman deydi. Agar bir g'ulach yaqinlashsa, undan jiqroq yaqinlashaman. Undan keyin banda menga mengib kelsa, menga yaqinlashdim, menga mengib kelsa, men yugurib kelaman. Bu shunday yaxshi tasvirga endi demak
Allah Taala bizga qanday chaqda mush banda mana shunda kelsa, banda mana yaqinlashsa, tövbe istig'forlari bilan, duolar bilan, durustlik bilan men kelsa, men shuningga bandamga shunda yaqinlashman. Men bilan yaqinlashmoq istesam, men shunda yaqinlashman deydi. Chunki Alloh bilan yaqinlashgandan keyin hamma ishing butun, dunyo oxiratlik ishlaring butunda bir ishlarniki baxtsiz bo'lishimiz, bir ishlarni ta'tir ketishi Alloh Taolo bilan bo'lgan bizning aloqamiz buzilib ketgan vaqtida bo'ldi-ku bu ishcha. Endi Alloh taologa qarta to'g'ri qarashda bo'lish, mushu endi uning ma'nosi. Mushu to'g'rida bir ikki oyat borda Alloh taolo shunda tasvirlaydiki, kishilarningki ko'z qarashini tasvirlaydi. Ijobiy, salbiy ko'z qarashini tasvirlaydi. Va minal a'rabi من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربات لهم deydi. Endi Araplardan o'zining bergan narsini ba'zisi bu seliq bu. İslamda buyurgan narsini bergan narsini seliq bu. Mushu seliqni endi baribir bermesem bo'lmaydi, boj bu degan nimasidan nafratlanib berdi va mushu musulmonlarga bir xotirjamliksiz bir hodisa kelsa deb arzu qildi. Ashlarning ustiga kelsin u xotirjamsizlik, balay afat Alloh ularning hamma so'zlarini anglab turdi deydi. Ikkinchi oyatda yana arablarning yana bir kishilar bor. O Allah'ın işinde, ahiret günü işinde bergen neslerini Allah'a yakınlaşışının ve Resulullah'ın duasına erişişinin ki vesilesi kıldı. O çokum Allah'ın yakınlığına erişidi deydi. Endi bir yerde nime biridir bergen nesli nime dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bağlandıyken Medine'de bir devlet kurdu, İslam devleti kurdu. Bu devletin fuqaraları Müslümanlar, Yahudiler ve müşrikler. 3 yıl fırkı var. Şu 3 yıl fırkıga 52 maddelik bir Medine vesikasını hazırlaydım. 52 fırka bu maddelik Medine vesikasında şu vatandaşların, girajdarların hak hukukları hemisi belgelengende şu hak hukuklarının içinden de mujda devletini sirttin kelgan düşmanga billa taqabul turish, billa qo'g'dash. U normal bo'ladi u. Billa qo'g'dash bo'lgandan keyin, masalan, qanday chaqda bir urush bo'lmoqchi bo'lsa, cihatga chiqqan ish bo'lsa, askarlarni jabduyotgan ish bo'lsa, butun vatandoshlarning pul yig'idi, hozirgi zamondagidek pul yig'idadi. Qanday ekan, yahudilarmi, mushriklarmi, girajdan bo'lgandan keyin sizga vatanni qo'g'dash uchun bunday bir narsa pul kerak degandan keyin u biridir masalan, biridir. Ammo ular shu Alloh roziligi uchun emas, faqat shu bermasa mecbur endi bu seliq bu boy bu bermasa bo'lmaydi deb biridir, shunga hech qanday savob yo'q endi. Mu'minlar nima deb biridir desa, bu Allah Teala'ga mening yaqinlashim uchun bir fursat, Allah Teala'ning diniga xizmat qilishim uchun Alloh menga bergan bir fursat bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xo'sh qilib o zotning duosini elishim uchun bir fursat deb biridir. Shuning bilan menga savob topdi. Bergan narsa o'xshash. Masalan, 100 tillardan bergan bo'lsa, bir mushrikmi 100 tillar beraylik, bir yahudimi 100 tillar beraylik, bir mu'minmi 100 tillar beraylik. Ammo aning bergan hech qanday savob yo'q. Ammo mening berganga savob bor. Demek ko'z qarash bu shunda ko'z qarash aniq qanday qarang? Mu'min aniga Alloh taoloning ibodat bu deb berdi. Av kafir bo'lsa, mushrik yoki yahudi bu seliq bermasam bo'lmaydi deb berdi. Shunga o'xshashlik gap. Masalan, biz bir kasallikqa musibat tatib qoldik deyli, Alloh hammalarni saqlasin. Endi buningga qaqshab, voy mening beshimga keldi bu, mening beshimga kelamdi deganga o'xshab qaqshab ketsangmi, ya'ni shu kasalni tatsa, Alloh taolo meni mushchaqcha saqlab qilibdi. Endi hozir balki mening gunohlarim yuyilib ketadi shuni. Allah Taala menga kasallikni, yana qiyinchilik tuqyapti. Alloh menga ajr berdi desa, u savob topadi. Masalan, ko'z qarash o'xshash chapatadi, o'xshash ko'z qarash. Masalan, o'tganda Saudiya Arabistonda birisi deydi, 2 dona ikki rakkisining eng oxirgi bosqichga yetib qolgan 2 odamni doktorxonada yotqizibdi. Bu 2 odamning birisi hamisha shu vaqiraydi ekan, Alloh, mendan boshqa bandalarim yo'qmi bu kasalni sog'ili? Menga salomsa deb vaqiraydi ekan u. Ayda vaqirab, ayda deb ulab qaytandi u. Yana birisi kelgan har qanday kishiga, "Ey jamoat, shohid bo'linglar, guvoh bo'linglar, men Allohdan rozi, Alloh mendan rozi bo'lsin. Mushu umrimga 80 necha yil Alloh meni tan salomatlik bilan shunda ne'matlantiribdi. Eng oxirgi vaqtda kasalni sinib, gunohlarimni yuvib pak akitish uchun menga mush kasalni sinibdi. Allohga necha hasi shukr, siz shohid bilan guvoh bo'linglar ekan. Ikkilisi ulaglik.
Qalan men o'xshash kasal tortdi, o'xshash kasal tortdi. Birisi andoq deb o'ldi, birisi bundoq deb o'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir odamning kislini yo'qlab kirdida. Kirib, endi tuhurun inshaalloh deylik. Tuhurun degan endi gunohlaringiz mushuning bilan yuvilib ketar inshaalloh desa, nesa nima deyapsa? Bu kasal degan meni qizitma kasal, meni go'rga olib turadigan kasal bu. O'limaman deydi-dan deganiga Rasululloh shunda olsin emisi deydi. Shu Rasululloh chiqayotgan bir soatga odam o'libdi-da. Demak, ko'z qarash. Lekin bir mu'min aning o'nda aqidasi durust bir odam bo'lgan bo'lsa, kasal bo'lgan odam inshaalloh gunohim shu mag'firat qilinib ketar shundan deb ashunda degan bo'ladi-da hamda. Demak, ko'z qarash mushunchalik odamniki shunma psixologlar deyotgan ko'z qarash taqdirni o'zgartiradi deydi. Taqdirni o'zgartiradi degan heliqiga o'xshash masalan. Ko'z qarashga qarab bizning oqibatimiz belgilanadi ekan. Ya yaxshi, yomon bo'ldi. Ko'z qarashga qarab o'xshash jabotatimiz, o'xshash pul sarf qilamiz, o'xshash ish qilamiz, ammo ko'z qarash o'xshash bo'lmaganligi uchun natijamiz o'xshash bo'lmaydi ekan. Endi insonlarga qarab masalan Alloh taologa qarata ko'z qarash ma'vondi. Endi insonlarga qaratami masalan ko'z qarashing durust bo'lmasa, biz natija xatoliklarga tushib qolamizda. Masalan, mening beshimdan bunda bir nima o'taylik. Bir vaqtida Qozog'istonda biz muallim bilan turgan vaqtida yozlik ta'tilda ma'vu turk muallimining hammasi Turkiyaga ketgan, bizning ketitgan yerimiz bo'lmagandan men aşağıda to'qamda. Bir vaqtida tushlikda shu tamoqxonaga men kirsam, tamoq taqtitgan hamda nima shu qazo urus shular batdamda. Valentina deb bir ayol batdi, cho'ng bir ayol. Bizni bak yaxshi ko'radi, biz muallimni bak yaxshi ko'rgan ayoldi u. Hammalarga tamoqni nima elvatdi, masalan guruch ba, sho'rb va oba. Birdan ayda nima qo'rimi ekan, qo'rimiga kelganda Yusuf, sana yo'q bu, sen yemaysan dedi. Jiq odamning yonida shuda debdi, o'choqda qarasam o etrafdagi qozoq muallimlar va qozoq ishchilar bor. Boshqa turk muallimlar yo'q endi. Shuni men buni qabulab bu mana dedi, bu millatchilikda, meni chet ellik deb, men millatchilikda bir qancha kun uni domsib yurdim-da men. Hatto yo'lda mansam ba'zida yo'lda nima qilib mashinamga evalatim bir vaqtda ko'rib, mashinamga qarmay ketdim masalan. Ayda qilgan ekan bir qancha kundan keyin, "Ha Yusuf, sen nima bo'lding?" men dedi, uning isi yo'q uning hamda. "Ha nima bo'lding?" dedi. "Ha men sen nima ish qilmanda kasam masha uning orasida sen yo'q deb ayda nima qilding menga?" desam, "Voy sen meni tushunmamsan, qara. Bak kolbasa deyotgan narsa bor edi. Kolbasa degan sujuk. O kalbasa şu vaqtida çoşqinin nimasi qildi. Hozir musulmoncha kalbasa chiqilgandi. Musulmoncha kalbasa chiqilib qalinanki atning bunda go'shtida qildi hozir. Uni halol deb yozib qo'ydi. O'chaqda o 95-yilgi vaqtlar. O'chaqda halol harom debmi? Yo'q endi yerda. Uni shu yerlikni yetgan, uni shu menga ba'migin meni asirgan ekan. Shundan keyin men shuni o'yladimki, bir xato tushuncha insonga qarata mendagi bir xato tushuncha bilan uning bo'lgan muomalamni o'zgardi, uning bo'lgan qarashlarim o'zgardi. Balki ziyon yetkazishimiz mumkin ashuncha. Shu insonga qarata ko'z qarash durust lillah bo'lmasa, hem o'zimizga hem boshqalarga ziyon yetkazib qo'ygan ayda işte ko'z qarash durust bo'lish nihoyat muhim hamda. Avu yana bir rivayet var mesela. Bir kelin, yanıdan evlengen kelin, qaynonasi bilan faqat chiqishamayotganda, qaynonasi chiqishamay savr qilolmayotganda, qaynonasidan bir qutulsam bo'ldi deb bir hakimdan qishqi berib, "Men qaynonam menga bak ishimga aralashib oldi. Ish o'g'itib, ya mening qilgan ishimni yaratmay, shunday qilib bak ishimni siqyapti. Qaynonam bir qutulsam, shunga bir zahar tayoq bersin, men nim desli bersan" degan hakimda turib ketib, "Ma'qul, sizga men zahar tayoq beray" deb 1 litr bir suyuqlikni berib uning qo'lga. Mashina siz shu tugigacha kunda bir qo'shib, ko'rsatmay ash qaynonangizniki tamoqqa qo'shib birim. Ama 3 aygacha, 3 aydan keyin keling mening yesim bor. 3 aygacha kamim. 3 aygacha siz ash qaynonangiz tillasini kulib turing. Ish qo'rusi xo'shlab turing. Qat'iy uni qarshilashmang. Xuddi o'zingizning onasiga muomala qilganda shunday muomala qilingki, shunda qilmasangiz men cho'qim foyda qilmaydi. Qat'iy foyda olmaydi. Ashunda qilay desangiz, meni beray. Kilish tuqmo degan ma'qul, sizning shartingiz bilan ma'qul demaydi. Ma'qul deb shuni bilan 3 ay to'shmay u ishkizib bo'libdi, unima 3 ay to'shmay u shayxning yeniga keldi-da.
Voy, hakim, mening qaynonam o'lib ketmasa, shuningga bir dori bergan bo'lsalar, qaytirib olsaq bo'pti zaharni. O qaynonam shunda o'nglab ketdiki, mening onamdimi yaxshilab ketgan. Onamdimi bak yaxshi ko'rman uni. Deb anda degandikan o'tirib ketib, qizim uningdagi o sudi o, faqat sudi, dori emasdi o. Ammo zahar o sudi yo'qdi, zahar sizning qo'lingizda dedi. Qo'lingizga zaharni siz chiqarib o'tibsiz. Qaynonangizni yaxshi ko'rasiz, qaynonangizni yaxshi ko'ribdi, chitigi dedim-da yo'l bo'lib qoldi. Masalan, inson mushunda qalbimizda ay binasini kirgizib olgandan keyin ashuni qarab, ayda to'g'ri bo'lmagan qarashda bo'lgan ishlar bor ekan. Endi ashyolarga qaraydi, ashyolarga qarata atrofimizdagi narsalarga ko'z qarashda, masalan, inson bir narsani, masalan, har qanday narsani güzel tarafiga, yaxshi tarafiga, har qanday narsani ijobiy tarafiga qarash kerak ekanda, Iso alayhisalom bir kuni sahobalar havoriylar bilan ketib qolganda, bir yer ketib qolsa, bir ishning o'ylab qolgan, bir topni ko'rib, havoriylar bunni tutib qo'sh, shundami sesiqgan deb aytib kelsa, Iso alayhisalom bunda qarab, qaranglar, aninki achi marvoyatda oppoq tishlar bor ekan deb tishga qartdi. Demek şunda sesik bir leşnin işide oppak bir çişiği qaratgan. Demek dünyadaki işlerimini aşı güzel tarafıga qaratgan deydi. Şuna hem de insanlar bunda iki xil bo'lgan, bazı insanlar hasal heristak bo'lgan, güzel narsaga xunadigan, güzelni yeydigan ve güzelni birdigan, güzelni iste'mol qiladigan. Bazı chivin xarakterlik en paskin narsaga insanların içilib qolgan yerlarga, insanların yig'irlariga aşağı xunadigan chamdi. Şuna burundan tatib endi inson İki kılayın hem mümin kafir deyimiz, takva fasık deyimiz şu. Birisi hasal herisi olsa, birisi çivin bulurken. Onun için yani şu eşyalara, etrafımızdaki neslerle icabi buluş doğrusunda Türklerde bir atasöz var da. Elini taşın altına koyabilir misin deydiğin bir söz var. Deydi hem de bunu. Nemi üçün deydikken bunu kilip çıkışı varken bunu. Kilip çıkışı var. Nurullah Genç diyen doktor ötken şerhiyle berde bunu. Padişah xalqni sinab beqish uchun yo'g'on bir toshni xalq uytitgan yo'lga sep qapti. Yo'lga qapti. Qap qo'ygandan keyin uni qap qo'yib, o'zining odamlarini kuzatinglar. Xalq nima deydi shuningga deb o'qisa, qap qo'ygandan keyin vezirlar uytab bundoq qarab yo'lni, "Voy, qandoq noahli qap qo'yganda buni yo'lning o'tirishga podshohga deb toshni yo'lning o'tirib qo'yib bo'lmaydi" deydigan qonun chiqaraylar deb ketib qoldi ular. Podshoh shikoyat qilaydi. Yana bir ticaretçiler, ötep gitken ticaretinde qarab, qanday qamlashmagan iştima, yolunu oturup qapqapdı ya buni. Bir havrimizni qanday ötkizimiz bir deb ketibdi. Yana ketganda bir yoshlar ötep ketib, "Va bu ma qamlashmagan ishni, yo'lni mushadim qilib qo'yganmidi, kimga kerak bo'lganda bular bu tashlab qolib ötep ketibdi." Hech kim bu toshni evatay demadi-da. Shuni bir dehqon puluqni ko'tarib kelib, "Da qarab, puluqni qapqap, toshni shunda des ko'tarib ay tarafga evatibdi." Gap qolmay, toshni oyoqqa evatib qarasa, toshning ostida birdan yo'g'irlik binasi bor ekan. Uni echib ko'rsa, 100 tilla pul, bir parcha xat bor ekan. Elini toshning oldiga qo'ya bilan, nimaga azimat uchun degan xatgan o'shamdi. Ya'ni qulni toshning oldiga qo'ya oladigan odamga, ijobiy odamga mukofot degan gap ekan. Shuningdan kelib qolgan gapkan bu. Elini toshning oldiga qo'y degan gap shu ashunda shikoyat qilishning o'rniga masalani hal qilgan. Shikoyat qilmay masalani hal qilgan. Masalan, dunyoda hozir bizning masalan beshimizga kirgan ishlar qiyinchiliklar masalan yoki qanday bo'lsa bir ish pushuqlar bizni bir aram qilgan ishlar 10% tashqi hodislardan tashqi bizning irodamizning sirtidagi narsa 10% bo'lsa, 90%ni biz o'zimiz cho'ngaytyapmiz ekan uni. 90%lik o'zimiz sababchichamda. Agar 10% narsani cho'ngaytmay hal qilsang, shikoyat qilishni o'rniga hal qilsang, masala hal bo'lgan. Ammo biz uni cho'ngaytib, texmi o mushkulni qilib, kichik bo'lib qolgan yarini ashu cho'ngaytib, texmi shunday ish tuzib aynan qilayotganda, ashunday o'tgan gapganda bu ijobiylik bilan ijobiy bo'lmaganning orasida shunchalik naydi cho'ng bir farq bor ekan. Endi dunyoda insonlar bunda 3 xil insonlar bor ekan. Vaba insonlar degan hamda salbiy insonlarda aş peşki basan ya paranlaşıp otursan, aşsının kılvatkan işlerini yaratmaydıgan, aş işlerini aş buzuşku urunuduğan, aş seni aş iradandan kaytırışkı kıldıgan, işte sana fakat birinde icabi binası vermek, seni fakat aş ziriktirdiğin ve dat digücüdüğün hem de. Vaba insanlar, şunda vaba insandan yirak duruş gerekten, sen
ijobiy energiya bermay, salbiy energiya berib, sana ziyon yetkazgan. Onun için şifa insanlar dedi. Şifa insanlar degan şunda yaxshi bir insanlar ki bir narsa maslahat sormoqchi olsam, berib maslahat so'raysan yoki nasihat anglag'ing kelsa, nasihatni anglaysan, maslahatlashasan. Demak, sana foydasi bor insanlar. Ya shunchalik ijobiy insanlar. Unga havo insanlar deydi. Havo insanlar ulardan ayrılıb, havodan ayrılıb bo'lmagan, ayrılıb bo'lmaydigan insanlar. Chunki seni tushunadigan, sen dard alamlaringni tushunadigan, sening dardingni biladigan, dardingga darmon bo'la oladigan, ko'nglingga tasalli bera oladigan bunda insanlar hava insanlar ekan. Üç xilken insanlar. Endi Allah Taalaga qarta Allah Taalaga qarta to'g'ri qarashni bo'lmaslik, to'g'ri qarashni bo'lmaslik bu Allah Taalaga tuhmat qilganlik bo'lgan. Nimishqa Allah Taalaga qarta to'g'ri qarashni bo'lish Allohni tunuganlik ekan. Allohni tunuganlik ekan. Chunki bu Allah'ını tunugan adam Allah'ın bendisi ki qanchalik rahim shafqatli ekanligi, bende bir qadam olsa Allah'ın 10 qadam elib uni yaqinlashitganligi, bendisinin duasini ijobat qilganligi, hatta bendisini kambag'allikka tushirib qo'ysam, ashuni sinash yoki ashuning ajrini ziyoda qilish uchun bir bandani kasal qilib qo'ysam, ashuning gunohi mag'firat bo'lsin, shuni bilan deb ayda qilganligini, butun hamma Allohning qilgan ishiningki bandalarga foydali ish ekanligini bilgan inson to'g'ri qarashni bo'lgan. Bilmagan inson, ba'zi insonlar mening bo'g'inim mushu, saqayanmayman men. Yoki men qati boyololmayman. Ya men o'qib binas bilmayman. Bo'g'inim mushu degan odam Alloh taolaga tuhmat qilgan bo'lgan. Bu gunohi kabira, haroq ichib, zina qilib, o'g'irlik qilib qilgandimi cho'nrak kelmaning gunohi. Nimishqa Allah Taalaga yo'q narsani Allohga isnat qilganlik bo'lgan, tuhmat qilganlik bo'lgan. Alloh taolo xato ko'z qarashdi bo'lganlik. Chunki Alloh andoq emas-ku, o'ylagandek emas-ku. O'ylagandek emas. Lekin u ashunda o'ylash orqali shu yomon gumon, şu bu gumon degan narsani Alloh taolo qat'iy ishlatmaydi. Alloh taologa to'g'ri qarashdi bo'lish, to'g'ri qarashdi bo'lish, salbiy qarashdan yiroq turish kerak ekan. Uningdan masalan shu ijobiy bo'lishda mesela bazı adamlarniki bir ağız ijobiy so'zi bilan bir insonniki taqdiri o'zgarib ketganda, mesela şu bir bola varken şu Yevropada mishalda jiq kuratdi qo'ygandaga bolalarni mesela bu mashinaning ichida qalam sotadigan mesela. Onunki maqsadi ular bitki yordamga ehtiyojli hamda, mush qalamimni sotsam yoki bir insonlar ba'zida qalam oldi, ba'zi kichkina yordam qildi, ashundan qilganda, ashundan bir cho'ng boy odamning birisi da qarab bir bola qalam tutib o'tirgan, qalam $1 berib qo'yib, qalamni amay baribir bolaga yordam qilsam bo'ldi deb qalamni amay ketib bo'lib, birdan qaytib kelib, bu bolaning ruhi tushib ketmasin, meni qalandaga berganda videolarni bir qalamni amakatlar ko'ngli kamizdan qaytib kelib, qalamimni unutib qolibdim, yigit qalamimni ber deb qalamni eplab, sen cho'ng'anda mendan cho'ng ish odam bo'lasan degandan deb qolib ketgan. Ketgandan bu bola o'ylab o'tirib, rost u odam shu onasidan tug'ilgan odam, boshqa bir yerdan kelgan odam emas. Nimishqa men shunday bo'la olmayman deb o'ylab, qalam setishni kichkina botkaga o'zgartiribdi. Kichkina botkadan kim taksi şirketi kurup şirket kuruptu. Onu yani holding kuruptu, onu kuruptu, bunu kuruptu. Aradan 30 net yıl ütep gitipten. Ütep gitip bir günü aşı çoğun bayga bir bağa geldi de palanı bir nemeninki bir binanın içilişine de teklif etti. Mukasa o tunumaydı onu. O adam tunumaydı. Abi çakır kelip mi tunumağlı o balını tunumağlı kelip aldık bir salam kılıp rahmet ettim. Sizden bir ağız sözünüz bilen ben kalem satışkan halattan muşu halatı yettim. Qaz bir ağız söz. Küçük vaktimde bir kalem ettiniz. Benden çaylık bir gap yaptınız. Şu gapınız bilen ben muşunda buldum deyikende bir ağız gap bilen aşınçılık insanga şu yaxşı energiya biritken hem de. Yana deydi o Amerika'da şu Howard deb şu içki kasalliklar doktordan meşhur bir doktor varken bu doktor özününki hikayesini etkende Facebook'ta boyunda yazıptı da bu. Bu küçük vaqtda nada be kambag'al o'sibdigan, dadasi yo'q, anasi kambag'alkan, anasi boyunda tatliq durumini pushayotgan, balasiga balam aş öğlerini koçularga berip yer setipga satqanınca satqan şunun için kiyim keçgan, onun tözlerini deytken bazı aynı açık etken, açık bazı satalarken, bazı satanmak qaytırıp etken, bazı yerimini satıpken, bir günü fakat satamak suğa qattiq bo'lgan kunken, aş öğleye kirip, öğlerini çekip aynı etken, bazı da işini çekip gerek emas deytken, aynı da qilib, hech kimi satanmay bir ishni chiqib turib, ishni echib bo'g'ichi qattiq qo'shiq och ham
qattiq shu sovuqda to'ngab aylanib yiqib tushganda o bola birdan keyin o'g'ansa yumshoq sapoda yetib atgan sapoda yetib aylanib ketgandan keyin bunda o'g'ansa shu sapoda yetib yetibdi qarasa shu o'ng tarafida bunda mengava bir ayol voy o'g'lim ahvoling yaxshimi deb kelib beshini silab qilg'ini shu esiga keldigan shuni ular esiga keldigan o'shaga keldigan u o'zining onasidan o'ng tarafda mang bor ekan shu ayolni ko'rib onamga o'xshayotgan bir ayol ekan deb ko'zini ochgan qarasa o'zining onasi emas o'tib undan keyin bir stakan ayron birtgan ichib bo'lib bolam endi men qaytay deb endi mushu qilgan yaxshiligingizning bedeliga qanchalik o'tayman deyotgan endi u dunyoda endi u yashagan muhitda masalan hech qanday narsa bakalliq bo'lmagandan keyin hamma narsa pulliq bo'lgandan keyin ayda tushunib qolgan degandan keyin mehr shafqatning bahosi yo'q deyotganda ayol mehr shafqatning bahosi yo'q degan bu bola aqlni bak tutib olgan buni tutib olib shuni endi 30-40 yildan keyin cho'ng bir doktor bo'ldi xavr doktor endi doktor bir vaqt o'tsa bir ayolni jiddiy qutqizish deb ekibdi bir mo'mayni bu da yuzda echibli qarasa amashalik mangni ko'rabla bir narsa esiga kelibdi esiga ololmay uzundan keyin esiga kelibdi ha shu chog'da bir ayoldi shu deb keyin ashu ellikni uqib bir oygacha yaxshi davolabdi-da bir oygacha yaxshi davolab bo'lib undan keyin endi bu ayolni bir oy davolandim qanchalik jiq pul chiqdi ekan endi chiqitqa vaqt deb endi o'tirsa birdan lipopi kelibdi lipopining ichida sizningki bu nima nimaniki doktorxonaning puli bir stakan ayron bilan to'linib bo'lganda yozilgan ekanda o da desa uni isi kamabdi kichik bola bo'lgan ekan shu chog'dagi ayron o chog'da isi kamabdi kamigandan keyin shundan keyin bu nima degan gap tushunmadim deb doktorni chaqirtib qilsa mehr muhabbatniki mehr shafqatniki bahosi yo'q debga gap esida qolibdi ekan ha shu chog'dagi shu bola sizgansiz degan ha men shu bola siz menga ayron bergandingiz mening beshimni silg'andingiz shu chog'dagi shu bola men shuninki pulisini hozir to'ladim mana deyotganda hamda demak kuchukgina bir ijobiylik kuchukgina bir ishdan keyin shunchalik cho'ng natijasi o'tgancha bu dunyoda shuni tam ta'tirishcha bir dona salbiylik bilan masalan nurg'un odamning ishidagi qobiliyat chiqarishga tegishli yaxshiliklar chiqmay qoldi ekan masalan shu ta'lim tarbiya yaxshi bo'lmagan muhitlarda bir bola 18 yoshga kirguncha 250 mingdan ortiq salbiy so'z anglatgan. O salbiy so'zning ichida sen deganning bo'g'ining mushu, sen adam bo'lmaysan, qo'shnimizning bolasiga qaramamsan, faloni bolaga qaramamsan, sen degan andaq, sen degan mundaq ashda deb ash gapning hammasi mingizga qo'yilib qo'ygan qilgan ekan bu bir yerda bir ishda g'alaba qilolmay qolgan vaqtida ha mana shunday da'vatatdi, bajaraksiz, qog'i kam aytgan, bo'lumsiz da'vatatdi, men shunday o'xshayman deb tashlatdi ishni. Demek aşı derhal ta'sir qilmagan bilan bir ishni qilib ikkinchi qatim bunga takrar urinay degan vaqtida shu men shunda da'vat etdi rasman qulamni ish kelmaydi u zaten deb tashlab o'tgan shunchalik zinoga ya demak bu salbiy uchur va salbiy aşı ko'z qarash bu qotilkan insonni aşı qobiliyatini insonning ichidagi yaxshilikni o'ldirgan bir qotilkan shunga ijobiy bo'lganni Alloh taolo yaxshi ko'rdi. Ijobiy bo'lgan odamni, salbiy odamlarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Shu Alloh taologa qarta, insonlarga qarta, atrofimizdagi narsalarga qarta, shu nat ijobiy bo'lib, mushu hamma narsaning go'zal tarafiga. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamningki 70% yomonlik bo'lsa, 30% yaxshilik bo'lsa, yomonlik 70% yomonlikni yo'qqa sanab 30% yaxshiligini deb aşı adamga bag'rini ochadigan. Bir qatam bir sahoba ayda g'arq ichib, mas'ulab tayoq yetgan, bir qancha qatam yana tayoq yetdi degandan keyin yana bir qatam shu jazolab kelgandan keyin sahobalardan birisi Alloh la'nat qilsin degan, "Hoy, antoq dema." Hech qanday deysa, u Allohning rasulini yaxshi ko'rdi. Uning butun ishlari shunda nachar bo'lsa-mu, ayndaq bo'lsa-mu, lekin Allohning rasulini yaxshi ko'rdi deb ashunga markazlashtirib boshqa ishga ko'z yumgan holda aylar deylikda. Shu masalan bizda masalan bir insonlarniki biz Allohning saqchisi bo'lmagandan keyin insonni tashrashga, inson o'zining ayblari bilan, o'zining yetarsizliklari bilan ashuni bilan mashg'ul bo'lsa-mu yetishib bo'lmaydigan unga, o'zining to'liqlash uchun yetishib bo'lmaydigan boshqalarning nimasi bilan
Nimancha biz anda qilib ketimiz masalan? Nimishki o'zimizni, vaqtimizni, ömrimizni, aqlimizni, energiyamizni sarf qilamiz bakanlik boshqa ishlargacha? Boshqa o biz Allohning saqchisi emas. Alloh taolo uni qanday hisob oladi, lekin biz o'zimizdan hisob beramiz. Özümüzden hesap veriş gerekti. Şu an müştah işlerde biz şu icabiylik bilen doğru qarashda aşında bolsa hem işler yaxşılıkı qarab bana diken Allah Teala hemmelengen müştah yaxşı köz qarashda bulduğan yaxşı akıl parasat bazı ballarımızını Allah'a bağlangan vataniga Çin dilidan bağlangan insaniyatga manfaatlik, o'ziga manfaatlik yaxshi farzandlardan qilib bersin. Amin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.